Seni juda yaxshi tushunib turibman o'g'lim. 10 yoshga to'lgunimcha men o'zimni qirolni farzandi ekanligimni bilmaganman. Bir kun kelib Koguryoga qirol bo'lishim yetti uxlab tushimga kirmagan. Davlatni boshqarish qanchalik qiyinligini bilmasligim mumkinmi? Ota, Taxt vorisining vazifasi omi xalqqa buyurish emas, balki uning taqdiriga javobgar bo'lishdan iborat. Eng murakkab joyi ham ana shunda. sizningcha bu mening qo'limdan keladimi? Hukmdor bo'lgandan ko'ra o'lib ketganim yaxshi edi deb ont ichgandim. Taxt vorisi bo'lishga men arzimanmi? Harakat qildim, o'zimni kuchli, irodali qilib ko'rsatishga urindim. Ammo boshqalarni aldasam-da, o'zimni aldash qo'limdan kelmadi. Men qo'rqyapman. Sizga ziyon zahmat yetkazib qo'yishdan qo'rqyapman, ota. Qurbim yetmaydigan ishga javobgarlik mas'uliyatini o'zimga ola olmayman. Bu ahvolda ko'p sonli xalqni qanday himoya qilaman?